Assalamu alaykum, qarindoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Ramazon ayinglar muborak bo'lsin. Bugun azroq shu Abduveli Yasin to'g'risida azroq o'rtoqlashay deb o'yladim. Oldingi kuni hurmatli Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga bir iltimos qildim. Shuni to'g'ri chiqarib qo'ydim. Eng mühim yeri nima desanlar, gerçi Abduveli Yasinning iqomatini hal qilib, tirishchanliklar bilan qilgan bo'lsaqmi, kelgusini ko'rolmadim-chu. Bu bolani hamda bir yerda baqtirish yoki yemak-ichmakga ega bo'lish orqali buning kelgusini ko'rgandek his qilmadim. Shuning uchun Türk vatandaşlığını taraf-tarafdan iltimos qilib, iltimos sunib, Türk hükümetiga tinmay harakatlanıyapmiz. Bu jarayonda endi jihlar manga tunögünün yoqi behçik adamlar ayrımxonamda mushu vatandaşlıkni setib olsangiz bo'lmamdi deydi. Qanday setib olaman? Desam, pulga deydi. Qanchalik pulga desam, yo'q, bir bahan dedi-da. Deb bilib, kim chiqardi desam, siz chiqarsiz deydi. Voy rahmat deb qo'yib, anandikin torda sözleş kararı geldim. Mesela bazılar bana pasportunu vatandaşlık setib alsanız buludu degan tavsiye qilganlarga bazılarınlar belki to'g'ri niyatli degansizlar, bazılarınlar yoki biraz pul kerak bo'lib qoldimi, onu mu bilmedim. Lekin bu balaninki vatandaşlığını setib olgan bilan bunun qandaqroq bir ahvollar yuz berdi onu bilmayman. Jiq qarindoshlarımızın ichida vatandaşlık setib olib, bir yoqlar chiqolmay qolgan, chegarada tutilib qolgan bundaq misollar degan voy bakli jiq. Anadikin bu Abduveli Yasinninki amaliy ahvoli hammamizga ma'lum. Quloqni yupurib qilsanglarmi marab turib ko'rsizlar baribir. Mushu ahvoliga qarab turib men bunda qilib tavakkul qilishni qat'iy xohlamayman. Agar to'g'ri niyatingiz bo'lsa, to'g'ri yo'l ko'rsasangiz mayli, mening naq maydonlarimni yoki Erdo'g'an efendimga iltimos qilganlarimni ko'paytib taqib qo'ysangiz bo'ladi, lekin g'alati bir xil tavsiyalaringlarni qilmanglar amalva. Anadagi ikkinchisi, biz dorilarni elib, bu qilishda biraz qiyinchilikqa uchrayapmiz. Chunki chet elliklarga ma'lum jihatlarda yanada to'salg'a uchraydi ekan. Dori ilish, yabanchilarga madori muncha pul, madori bo'lmaydi deb turib, ba'zan sug'urtalar kesib etildi. Ba'zan dorilarni ilish kesib etildi. Shuning uchun bu ishda qiyinchilik uchirdik. En yaxşısı şu Türk vatandaşlığı bulup hükümetin himayesiga erişsin dep turib muşunun tirishiyatimiz hem hükümet işgallarına tinmay xat yezish işleri bilen şug'ullanıyapmiz. Anadikin ba'zan bir g'alita odamlarninki bu ishga g'alita bir qo'llarni tiqmasliklarini umid qilaman. Hamda men ro'z Ramazonda ozroq bo'lsin mayli nomusmi demaylar. O dunyoga biraz ishonching bo'lsa, o dunyoga ketaman debchu. Ozroq bo'lsinmi deb o'ylayman. Anadaki yana birisi telefon app bergan bo'lsangiz mamdo deb tavsiya qilganlar bor. Siz kim o desam, Abduveli Yasinninki ota-onasi do'yingda chiqib qolarmiki, chiqib qilish ehtimolligi bor. Shuning uchun telefon app bergan bo'lsalar bo'pti deb faqatla tonimaydigan bireylar menga Messenger'da söz qoldiribdi. Yozma. Siz kim bunlar desam, sormaslar. Nima uchun sormayman desam, muştaq doying bo'lsa, doyingda Abduveli Yasinning urug' tuqqanlari chiqib qolsa, biraz olsun bir manfaat qilib qolarmiki deyman. Siz bir yo'qlab baqlarmi desam, yo'q deydi. Unda o'z qanday bildilar telefoni yo'qligini desam, o'zining so'rab baqqandim deydi. Mushunda g'alit qiliqlarni qilmasanglar. Agarda doyingni o'sha Xitoy nomeri bilan har xil cheklamalar bilan qig'ilib bo'lgan bir appga uni bildikansizlar. Hammalar do'nqaslab yurganlarning chiqyapti-ku doying videolari o bo'lar. Lekin bu bejirim bo'lmagan odam qanday doyingda yuriydi?
qandaq urug' tuqqanlar bilan ko'rishidi. Agarda ko'rishtirish imkoniyatinglar bo'lsa, biz chiqargan rasmlardan chiqarib qo'ysanglar, bir yerda inkas tushsimi, otangiz ko'rib qolsa, balamka deb qolar. Lekin buni qandaq do'yinga chiqarib qo'yg'ili bo'ladi? Aqlga sig'maydigan bir g'alati bir gaplarni qilmanglaylik. Dekchu. Andan keyin biz 4-chi bugun bir singlimizga qiptiki men mush Abduveli Yasinning bir oylik turmush pulini ko'targan bo'lsam deb o'zga dedim 4-chi oyning keyinmi bir qarindishimiz ustiga olgan. Hammamiz navbatlashib qarayapmiz. Shuni tizimlab qo'ydim. 5-chi oyninki deb turib bundaq tizimlab qo'yyapmiz. Andan keyin Amerikadan Bilal İbrahim inimiz birisinin muştaq bir $300 pulu attı. Şunu şu Abduveli Yasinga degan onu tizimlab qo'ygan. İvetmi bo'ldi yani qarşı tarafga. Onu Allah razı olsun dedim bireylerninki kenti bir çetellik bir qiyinlişimizniki. Andan keyin cihlarnikini rad qilamiz. Rad qilishimizdagi sabab birisi tashkilotnikini qabul qilmaymiz. Arq ko'rinishi g'alita, mujmal. Birdam o'ngdan birdam soldan chiqadigan odamlarninkini qat'iy qabul qilmaymiz. Chunki Tug'um Mishel mushunda yurmusun, namina o'yman qilib berdim deb turib shu rasmga tortib buni qilib bir torlarda yezib so'zlab chaqallab yurmusun deb bek ehtiyot qilamiz. Alohida ehtiyot qilamiz. Andan keyin mushu beshkeramliklarga deydiganim agar shundoq bir tashlanib ketgan chaqda igi chiqmagantinglar anadagi to'satdin voy igi chiqimiz deb turib yanama tashlab qo'ygantinglar ko'chaga endi o'simi bir munda bir yurtlig'imdi deb bir soat paranglashib qo'ydigan o'simi esqatamdiki deb o'ylagandim. Unda qilmaysizlar-ku, lekin munda saranki g'alati qiliqlarni qilmanglar. G'alita qiliqlarni qilayotgan nechisi bor? Rasmga muchib qapsizlar, unda qilmanglar. Keyingi peyiga tushib nimish qilsizlar? Anadagi do'ying, yana birma deb do'yingni qilib bergicha abay deb bo'ldim. Birasinglarning rasmini chiqarib qo'ymay. Bikadan tatilab, biyaram aslida bejirim emas bo'layotgan holatdagi bir odamning psixikasini buzishga as qo'shmay, jiroq turg'uning anidan yaxshiroq. Mushudaq ro'z Ramazonda, hey o'ylab baqa 1 kilo olmaga yarmaga odam to'satdili do'ying ichpagin deb menga iltimos sunish bekli bir lovzilikdan boshqa narsa emas. Ochchig'im shunda kelib edi. Ro'za Ramazon deb noyati chiroyli shaklda miyaga deb qo'yishim. Qayta takrar deb qo'ydim, ayrim xonam deb qo'ydim. Yana shunda qilsang yoki yana paydo bo'lib ashunda qilgan bo'lsang, men shunda chiroyli bir chiqarib qo'yma. Izzat atishni bilishsang bo'ladi. Jumi? Aslida ma tarixga noyati sharmandalarcha yezilib qoladigan bir ishlar bo'lib qolmasin, talada birnim bo'lib qolmasin, mush bola, ko'chada birnim bo'lib qolmasin deganni o'ylab, noyati tirmishib ketyapmiz. Birasinglardan imqimay o'zi xohlagan odamning o'zimizning ishidilla bo'vatidi. Hergiz sirtqa chiqib e'lon chiqarib qo'ymaydi, "Voy" deb. Lekin eğer imzaksel voy vatandaşlık berdigan bo'ldi, o bu deganlarnikigimi biz setib olamaymiz. Chunki biz tashkilot emas, bir yerda mokkada keladigan bir nima yo'q. Bir oyda bir qatim maosh olamiz, hammamiz navbatlashyapmiz. Shuning uchun qarindoshlarim, anadagi tavakkul qilmaymiz. Yolg'on bir nimalarni setib olib, oxiri kelgancha bu bolani vayron qiladigan unda ishni hargiz qilishni xohlamayman. Qonunsiz yo'lning hech qaysisini mengishni xohlamayman. Shuning uchun yaxshi tavsiyalaringizga rahmat. Ma'lum bir amda shunda bir yo'g'on bir pulning sommasini deb siz kulib ketibdimi? Javob bergichimi? Bunimi boshqa bolalarmi degan, agarda setib olg'il bo'lsa 6 oyda chiqadi ekan, mundaq deb turib. Yo'q, qonunsiz ishni qilmayman. Bu o'zim uchun setib olish bo'lmasa, u boshqalarningki bo'lgandan keyin uni ustiga yomon qo'rqinchli bir oqibatlarning bo'lishini xohlamayman. Shuning uchun samimiy tavsiya, ko'plab taqib qo'ysangiz mayli, ash chaqiriqni, shu iltimosimni, lekin
Twitter'lar çıkarsanlar meyli, lekin unda g'alita bir yo'llarni tavsiya qilmanglar. Andan keyin eliq doing vaqasi mishad oyoqlashsin. Bu bala unda bir bejirim holatda emas, bir kun o'ngdan bir kun soldan chiqib qoladi. Dardan ağırlamaydı. Andan keyin uyga yolg'izmada tashlab qo'yishdim. Ba'zi andish qilib qolgan gaplar, o'tni yiqib qo'yib, tomoqni qilib qo'yib teshig'i chiqib degandek ishlar bo'lib qoladi shu. Shuni doyingda o'tirib qanday qiladi sizlarcha? Şunun qarindoshlarim, chekosmaydigan narsalarni qilmanglar, yordam qilamiz desanglar, şu ko'plab taqitib qo'yinglar. So'zlab qo'yganimni baqlab qo'ydim Facebook'ga, Twitter'ga taqitinglar. Bo'lsa Turkiyaning ba'zan bir to'rbatlarga taqitinglar. O'zimni chaplayapman, ham hukumat orqaliqmi, ashtaq so'zlashishda, mana ivatishda degandekchi. Shuning uchun eng yaxshisi öz qo'limiz bilan bu balni hukumatning himoyasiga topshirishni xohlayman. Chunki u pul berishdagi gap emas. Yana hukumatga bir topshirib etib turib, "Mana hukumat baxson" deb qaramaymiz deganimiz yo'q. Lekin chet elliklar salohiyati bilan jiq narsalarga, jiq jihatlarda cheklamaga uchrab bo'lmaydi ekan bu. Shuning uchun kelgusini ko'ramidim. Kelgusi uchun cho'qim turk vatandoshi bo'lish kerak degan qarorni oldik. Shu yo'lda mengyapmiz. Shuning uchun qarindoshlarim, mumkin bo'lsa ko'plab taqitib beringlar. G'ayri bir narsalarni tavsiya qilmanglar. Ham yenida paydo bo'lib, ig'ir qilmanglar, psixikasini ig'irlashtirib. Rahmat sizlarga.